Assalomu alaykum. Demak, bugun biz birinchi videomiz, birinchi darsimiz Biologiya zamonaviy 30 variant kitobidagi masalalarni tahlili bilan boshlaymiz. Demak, birinchi masalamiz birinchi variant 12 savol. Demak, DNKga oid masala ekan. Mana shu masalani hozir sizlar bilan birga ishlanishini ko'ramiz. Xo'sh, demak, ma'lum bir DNK fragmentida birinchi zanjiridagi adenin nukleotidi barcha nukleotidlarning 15%ni tashkil qiladi. Demak, biz mana bu yerga yozib olamiz. DNK deb olamiz. Bilamizki, DNK molekulasi ikkita zanjirdan tashkil topgan. Adenin, timin, guanin, sitozin. Demak, DNKning birinchi zanjiridagi adenin deyapti. Ya'ni mana bu birinchi zanjirdagi adenin barcha nukleotidlarning 15%ni tashkil qilar ekan. Demak, adeninni bilamizki, qarama-qarshi tomonda timin nukleotid turadi va ular soni o'zaro teng bo'lganligi uchun DNKning ikkinchi zanjiridagi timin nukleotidi ham umumiy nukleotidlarning 15%ni tashkil qilar ekan. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh, o'sha DNK fragmentining birinchi zanjirida adenin 15%, guanin esa 25%. Demak, birinchi zanjirdagi guaninimiz umumiy nukleotidlarning 25%ni, demak, mana bu sitozin ham umumiy nukleotidlarning 25%ni tashkil qilar ekan. Ikkinchi zanjirdagi adenin nukleotidlar deyapti. Demak, ikkinchi zanjirimizda ham adenin nukleotidlari bor. Demak, bu tomonga timin nukleotidni yozamiz. Demak, ikkinchi zanjirdagi adenin nukleotidlari deyapti. Birinchi zanjirdagi guanin nukleotidlardan 12,5 marta kam bo'lsa, ya'ni mana bu yerdagi adenin nukleotidi bu yoqdagi guanin nukleotididan 12,5 marta kam bo'lsa, DNK fragmentining demak uzunligini aniqlang deyapti ekan. Xo'p, ikkinchi zanjirda 80 ta guanin nukleotidi mavjud. Demak, ikkinchi zanjirda ham guanin nukleotidi bor, uni qarama-qarshi tomonda sitozin, demak, bular soni 80 ta, bularning soni esa 80 ta. Xo'sh, endi nima qilamiz? Bizda umumiy nukleotidlar soni yo'q. Shuning uchun men bularni x deb olaman. Ya'ni umumiy nukleotidlarimiz yo'q. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Umumiy nukleotidlarni, ya'ni x dani, ya'ni bilmaymiz, noma'lum 100% deb olamiz. Umumiy nukleotidlarni 100% deb olamiz. Shunda guaninlarni sonini topamiz. Demak, 25% qancha bo'ladi? 25% qancha bo'ladi? Demak, buning uchun nima qilamiz? 25 ni x ga ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsak, 0,25 x chiqadi. Bu bizda nimani soni chiqdi? Bu bizda birinchi zanjirdagi guanin nukleotidlarining soni chiqdi. Birinchi zanjirdagi guanin nukleotidlarining soni. Xo'sh, endi nima deyapti? Mana bu ikkinchi zanjirdagi adenin birinchi zanjirdagi guanindan 12,5 marta kam bo'lsa deyapti. Demak, birinchi zanjirdagi guanin ikkinchi ishimiz. Birinchi zanjirdagi guanin nukleotidlarimiz 0,25x edi. Va u 12,5 marta ko'p adenindan. Aytyaptiki, adenin deyapti 12,5 marta kam. Demak, guaninlar ko'p bo'lganligi uchun 12,5 ga bo'lamiz. Buni bo'ladigan bo'lsa, javobimiz 0,0 ga chiqadi. X dan. Xo'p, endi buni foizga aylantiramiz, 100 ga ko'paytiramiz. 0,2 ga ko'paytiramiz. 2%. Demak, bizdagi mana bu yerdagi adeninlar foiz chiqdi. 2% ga. Bu tomonda ham timinlarimiz foizni tashkil qilgan. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu tomondagi foizlarni hisoblaymiz va mana bu tomondagi foizlarni hisoblaymiz. Demak, 15, 4-chi ishimiz 15%, 25% va 2%. Mana shundan bizda nechta bo'lyapti? 2 ta bo'lyapti. Chunki bu tomonda ham, bu tomonda ham shunday bo'ladi. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak, 40%, 42%, 42 dan 84% bo'lyapti. Demak, 84%. Demak, qolgan 16%imiz mana bu yerdagi sitozin va guaninlarga tegishli bo'ladi. Demak, sitozin bilan guaninni qo'shamiz. 80 plus 80 sitozin va guanin. 160. Bular necha foiz bo'lyapti?
16% bo'ladi. Chunki mana bu 84 edi. 100 dan 84 olib tashlasak, mana bu ikkalasining qoladi, foizlar qoladi. Xo'p, 100% ni topmoqchi bo'lsak, demak 160 ni 100 ko'paytirib 16 deb bo'lamiz. Buning javobi 1000 bo'lishi kerak. Demak, 1000 ta nukleotidimiz bo'lgan ekan dastlab. Dastlab 1000 ta nukleotidimiz bo'lgan. Endi buni uzunligini topamiz. Demak, uzunligini topish uchun 6-ish. Demak, DNKmizda 1000 ta nukleotid bo'lsa, uni yarmida 500 ta, bu qismida 500 ta bo'ladi. Demak, uzunligini topish uchun buning faqat bir zanjiri, ya'ni 500 ta nukleotidni ko'paytiramiz. 1,4 ga boramiz. 170 mana bu yerda. Demak, to'g'ri javobimiz C variant ekan. Demak, bizda to'g'ri javob C variant. Xo'p, keyingi videolarimizda qolgan variantlarni yoki birinchi variantning qolgan masalalarini ham demak tahlil qilib davom ettiramiz.